Qizlar Xitoyda pijamalarni eng ishlab chiqaradigan skladidamiz, fabrikasi bu qizlar, zavodi, ya'ni mana shu yerdan olib ketib pastda do'konlarda sotishadi. Bu yoni bitmas tuganmas pijamalar bor. Bu bitta qismi. Hozir men sizlarga bu yerni ko'rsataman. Mana qizlar, narxlari 10 yuandan boshlab birida 30 yuangacha boshlanadi narxlari. Mana men bu yangi kaltalarini 18 yuanlardan aytib, videoni ustiga so'mda narxini sizlarga chiqarib ketaman. Qizlar biz tovar chiqarmaymiz. Mana shunaqa Xitoyga eng ishlab chiqaradigan oltin fabrika skladlaridan Xitoyga kelib sizlar rasxod qilmasdan turib, bemalol O'zbekistonning o'zidan mana shu fabrika bilan ishlab, o'zingizlar xohlagan modellarni, yangi kalta deysizlarmi, yangi uzun deysizlarmi, shortsili varianti har xillaridan bor. O'zingizlar zakaz qilib biznes qilsanglar bo'ladi. Juda ham arzon joyi bu. Qizlar eng tochkasi Xitoyliklarning o'zi ham mana shu yerdan olib ketib, do'kon har xil do'konlarda buni chiroyli modellarga kiygizib qo'yib sotishadi qizlar. Mana hammasi olib ketadi bu yerdan.